Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. 5 komplekt naborimiz tayyor bo'ldi. Mana ichida 2,5 kilo boltasi, 10 ta shixi bor, 4 ta pichog'i, bitta chopqich, bitta musati bor. Boltalar 2,5 kilo suvga temirga qaytmaydi. Pichoqlarimiz klapandan zaynamaydi, qoraymaydi, xudo xohlasa. Ruchkalar rossiyskiy yog'och, stabilka deyiladi. Ikkinchi nabor bitta boltasi, 4 ta pichoq, bitta chopqich, bitta kapkari bor. Lezvalari klapandan, ruchkalari yog'och, gulmadali laton. Uchinchi naborimiz lezvalari klapandan, ruchkalari yog'och. To'rtinchi naborimiz lezvalari обоим починный, ruchkalari shisha. Beshinchi naborimiz 4 ta pichog'i bor, bitta boltasi bor. Bular обоим починный, ruchkalari yog'och. Kimga shu naborlardan kerak, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlar qo'yib ketamiz.